zubni pastida faqat tishvadi bo'lgan. Ozgina qolgan bitgan zubni pastdan siqib oldimda, suvda gel solib, yaxshilab aralashtirib tashlab olmoqchi bo'lgan tish cho'tkani tashlashga shoshilganmiz qizlar. Shu tish cho'tkamizni olib, xo'jayinimiz kiygan krossovkasini chekkalarini yuvishni boshlaymiz. Ko'rganlar hatto faqat chekkasini qilishardi. Chekkasini qilib yaxshilab tozalasam effekti zo'r bo'ldi. Keyin shuni o'rtasini ham chiqib ko'raychi dedim. O'rtasi ham balkim shunaqa oppoq bo'larsam haqiqatdan ham o'rtasi ham chekkasi ham ko'zi chiroyli yoqardi. Qizlar, ko'ringlar qanaqa zo'r bo'ldi rezultat. Menga yoqdi. O'zbekimizga bir dunyo quvoppan qizlar, sizlarga maslahatim bir qoshiqdan qildim. O'lchamay so'gandim. Qo'lim botir edi-da. Qizimni rezinka tapchikasini ham olib tozalab ko'rdim. Qani, uvol bo'lmasa shu qilganlarim. Rezinka tapchikada ham shunaqa zo'r effekt bo'ldi qizlar. O'zim tapchikam ham qolib ketmasin. Chunki maskam rusi ko'p bo'ldi dedim. O'zim tapchikam ham ko'rdim qizlar. Haqiqatan ham men 3 xil usulda 3 xil oyoq kiyimdan foydalanib qildim. Rusi chiroyli effekti bo'ldi qizlar. Nima deb o'ylaysizlar? Shunaqa qilib yurgan yaxshimi yoki kir moshinaga savorgan yaxshimi? Fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Menga rezultati rosa yoqdi. Sizlarga yoqqanmi? Like, komment kutib qolaman sizlardan. Rahmat.